Hammaga salom. Bu proyektimizni shu qismiga kelib qolgan edik. Bu video ikkinchi qism hisoblanadi. Bugun sizlarga bir narsani aytishim kerak. O'tgan videoda men sizlarga bitta narsani tushuntirmay ketganman. O'sha narsani bu videoda tushuntirib ketaman. Aytishinglar mumkin, sizlarda savol bo'lishi mumkin. Nima uchun biza mana bunday katta harf bilan yozib, konstanta o'zgaruvchilarni funksiyani ichida yaratib olyapmiz? Nima uchun bu o'zgaruvchilarni funksiyadan tashqarida mana bunday holatda yozmayapmiz degan savol berishinglar mumkin. Globallarni o'chirib, to'g'ri, bunday qilib ishlatsa ham bo'ladi kodimizni. Lekin bu orqali biza bir nechta muammolarga duch kelishimiz mumkin, lekin muammo unchalik katta emas, lekin baribir bilib qo'yganlaringiz yaxshi. Aytaylik, siz bu kodingizda bir nechta funksiyalar yaratasiz. Shundoq ham biza keyingi etaplarda funksiyalar bilan ko'proq ishlaymiz. Aytaylik, biza funksiyamiz bor. Def check for quit. Buni keyingi qadamlarda yaratamiz bu funksiyani. Bu hozircha shunday turib tursin. Tasavvur qiling, bu funksiya bir vazifa bajaradi. Bu yerda qandaydir jarayonlar yozilgan, kodlar yozilgan. Siz bu funksiyani endi tekshirib ko'rmoqchisiz. Bu funksiya o'zi to'g'ri ishlayaptimi, to'g'ri ishlamayaptimi? Shunga amin bo'lmoqchisiz. Hop, buning uchun siz debug.py faylni yaratdingiz deb tasavvur qilaylik va siz bu yerdan import qilib tetris.py faylingizni chaqirib olyapsiz. Va bu tetris ichidan check for quit funksiyasini chaqiryapsiz va tekshirib ko'rasiz, to'g'rimi? Agar sizga kerakli qiymatlarni qaytarib to'g'ri ishlagan bo'lsa, siz hammasi yaxshi ishlayapti deb aytasiz. Xo'p, siz buni birinchi bo'lib ishlatib ko'raysiz. Xo'p, ishlatib ko'rdingiz. Mana bir oyna ochilib yopildi. Siz tushunmay qoldingiz. Nima uchun bunday bo'ldi? Men bunday kodimga bu funksiyani ichiga unday deb yozmaganman-ku deb o'ylanib qolgan bo'laysiz. Buni sababi oddiy. Biz boya funksiyadan tashqariga bu ikkita o'zgaruvchini yaratib oldik. Bulardan asosiysi ekranimizda oynani paydo qilayotgan funksiya bu setMode funksiyasi. Bu setMode funksiyasi bizaga surface obyektini qaytaradi. Ko'rib turganingizdek, ustiga yursam surface obyektini qaytaradi degan yozuvlar chiqyapti. Hop, bu surface obyekti yaratilgandan keyin ekranimizda ekran paydo bo'layotgan sababi shunda. O'shaning uchun ham biza bu o'zgaruvchilarni birdaniga funksiyani ichida yaratib ketishni ma'qul ko'ramiz. Buning uchun global display surf va fps clock deb o'zgaruvchilarni yaratib ketganimiz ma'qul. Biz bunday holat yozganimizda o'zi va bu yerda bu faylimizda tetris import qilganimizda, o'zi import tetris qilganimizda, bu faylimizda har bitta kod bitta qatorma-qator ishga tushib boshlayveradi. Bu yerdan ishga tushib boshladi. Bir qator ishga tushib boshlayveradi. Boya bularni tashqariga yozganimizda o'sha o'zgaruvchilarimiz ham tashqarida ishga tushib, ya'ni bizani ekranimizda bitta oyna ochilib yopilishiga sabab bo'ldi. Endi biz bu funksiyani ichiga yozganimizda biz bu yerda if shartini kiritib qo'yganmiz. If sharti bu agar faylimiz to'g'ridan to'g'ri ishga tushirilsa, bu shartimiz true qaytaradi, ya'ni rost, va funksiyamiz chaqiriladi. Funksiyamiz chaqirilgandan keyin bizada yangi o'zgaruvchilar yaratiladi va biz o'zgaruvchilarga obyektlarimizni tenglashtirib ketamiz. Xo'sh, endi keyingi qadamlarga o'tamiz. Men bu qismini tushuntirib bo'ldim. Keyingi qadamlar bizlar bilan ranglarni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bizga kerakli bo'lgan ranglar. Menda tayyor ranglar bor. Oldin ishlatgan ranglarim. Sizlar ham o'zingizlarning ranglaringizni taxlab olsanglar, ishlatsanglar bo'ladi. Mana ranglarim. RGB ko'rinishdagi ranglar. Sizlar ham maxsus saytlarga kirib taxlab olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, menda misol uchun shunaqa sayt topdim. Ranglar bilan boshqarsa bo'ladigan sayt. Mana bu yerdan RGB ranglarni olib bittadan qo'yib chiqib taxlab chiqsanglar bo'ladi. Yoki boshqa saytlardan ham foydalansanglar bo'ladi. Buni farqi yo'q. Xo'p, ranglarni aniqlaganimizdan keyin biz endi o'yinimizni asosiy oynasi uchun xarakteristikalarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Men ko'rib turganingizdek asosiy xarakteristikalarni kiritdim. Bu yerda board width yaratdim, ya'ni 10. Hozir men bularni rasm orqali chizib ko'rsataman. Bu yerda board height bo'yi bo'yicha 20. 20 ta katak degan ma'noni anglatadi. Bo'yi esa 10 ta katak. Bu esa har bitta katagining o'lchami, ya'ni yuzasi. Uzr, yuzasi emas, eni va bo'yi
necha pikselda hisoblanyapti. Hop, Paint dasturida chizib ko'rsatadigan bo'lsam, bu bizani oynamiz hisoblanadi. Bitta narsani eslab qolinglar. Pygame kutubxonasida X o'q mana unday ketgan bo'ladi. X o'q mana bunday ketgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda 1 2 ya'ni cheksizgacha desa ham bo'ladi. Cheksiz emas, ishqilib ekranimizni o'lchamigacha desak ham bo'ladi. Ya'ni asosiysi bular pozitiv plus. Bu tarafi esa shart emas, minus desa ham bo'ladi. Agar bu yerdan minusga chiqarib yuboradigan bo'lsa, ekranimizda уже ko'rinmay qoladi. Agar oynamiz ko'rinmay qoladi. Y esa biz matematikada maktablarda ko'pincha Y tipaga qarab turgan bo'ladi, lekin Pythonda Pygame kutubxonasida unday emas. Pygame'da Y pastga qarab ketgan bo'ladi, ya'ni plus pozitiv simlari. Ya'ni 1 2 3 ketishi mumkin. Mana shunday holatda ketadi. Xo'p, biz o'yinimizni asosiy oynasiga o'tamiz. Bu yerda 10 ta katakka ega oyna yaratyapmiz. Ya'ni bu tarafdan 10 ta katak bo'ladi. Bu yerda kataklarni sanab yotmanglar, baribir 10 ta chiqmaydi. Men buni misol uchun yozganman. Va bu yerda 20 ta katak bo'ladi. 20 ta katak. Bu yerda x marginlar qo'yamiz. Bu yerda ya'ni x o'lcham, ya'ni bizning doskamiz o'rtada turishi uchun bu yerdan teng, ikki tarafdan teng o'lchamdagi oraliqlar qoldiramiz. Buni kod yozguncha tushuntirib ketaman. Xo'p, biz buni chizishimiz uchun o'yinning strukturasini yaratishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun kodlashda biz main board o'zgaruvchisini yaratamiz, misol uchun, va list ichida list bo'ladi. Ya'ni ikki o'lchamli listdan yaratamiz. Bu o'yinimiz 2D bo'lgani uchun ikki o'lchamli list yaratyapmiz. Va har bitta listni ichida elementlar bo'ladi. Elementlar bu 0 belgisini qo'yib ketganman. Lekin biz o'yinning ichida 0 emas, ranglar berib ketamiz. Buni kodlash jarayonida tushuntirib ketaman. Keyin sizga tushunarliroq bo'ladi. Xo'p, biz funksiyalar yaratishimizdan oldin bir ikkita joylarni to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda biz to'liq qo'l bilan yozib chiqqanmiz qanday rang berishimizni. Lekin bu qanday rang ekanligini ham bilmaymiz. O'shaning uchun bu rangni men background deb nomlaganim yaxshi. Bunaqa o'zgaruvchi hozir yaratamiz. O'zgaruvchini bu tarafdan yarataman. O'zgaruvchi bizda black bo'la qolsin. Ya'ni bizning orqa fonimiz black deb belgilaymiz va bizning orqa fonimiz black bo'ladi. Ya'ni qora rang. Mana ko'rib turganingizdek qora rang. Hop, endi biz mana uni men funksiyani ichiga yozib ketishni ma'qul ko'raman. Kodimiz o'shanda tozaroq, chiroyliroq bo'ladi. Hop, buni olaman Ctrl X bilan va bu yerda def funksiya check for quit funksiyasini yaratganman va buni ichiga qo'yaman. Va buni to'g'rilayman. Bo'ldi, buni taxladim funksiyani va funksiyani chaqiramiz. Funksiyani chaqirguncha ikkita qavs bilan ochib yopsak chaqirildi hisoblanadi. Xo'p, bu hali ham xuddi o'shanda ishlaveradi. Unday ko'p o'zgarish bo'lmadi, lekin o'qishda qulayroq bo'ldi. Ishga tushirib ko'raman, ishlayapti hammasi. X'ni bosib ko'raman, hammasi ishlayapti. Xo'p, endi biz o'yinimizning strukturasini yaratib olamiz. Boya aytib o'tgandek, struktura mana bu narsa hisoblanadi. Ikki o'lchamli list. Biz o'yinimizni har bitta katagini listda saqlab, ularni ustida boshqarish uchun oson bo'lishi uchun shu ishni qilyapmiz. Buning uchun men make board funksiyasini yarataman va bu yerda bitta bo'sh list yarataman. Board bo'sh list va for row in range board height ni tanlaymiz. Ya'ni bizda board height 20 ta katak, 20 ta katakga ega bitta doska yaratib olamiz. Ya'ni o'yinimizni bosh oynasi. Bu yerda row list deb yarataman, bitta qator uchun list, ya'ni elementlarga ega list va bu yerda biz blank o'zgaruvchisini yaratgandik. Blank o'zgaruvchisi bizda gray o'zgaruvchisiga teng. Mana tiparoda yaratganmiz. Bu blank o'zgaruvchisini tiparoda yaratganmiz. Mana gray rangni belgilab ketganmiz. Gray rangi xuddi bizda o'zi blank tarjima qiladiganimiz bo'sh degan ma'noni anglatadi. Biz bo'sh elementlar yaratyapmiz desak ham bo'ladi. Va biz buni ko'paytiramiz board widthga. Va biz buni ko'paytirganimizdan keyin bu bizga bitta
elementlar board misol uchun 10 bo'ladigan bo'lsa bizada 10 ta elementga ega bitta list qaytaradi. Ya'ni misol qiladigan bo'lsam, xuddi shu ko'rinishdagi list qaytaradi, faqat buni o'lchami 10 bo'ladi. Bu bunga bog'liq o'lchamini uzunligi. Xo'p, buni yaratganimizdan keyin biz board o'zgaruvchimizga append qilishimiz kerak bo'ladi. Append metodidan foydalanib row list append qilishimiz kerak bo'ladi va bu jarayon tugagandan keyin biz listimizni qaytarishimiz kerak. Buning uchun return board yozish orqali qaytaramiz. Va biz bu funksiyamizni bir tekshirib ko'rishimiz mumkin. Xohlasanglar shu yerda ham tekshirib ko'rsanglar bo'ladi, xohlasanglar men debugda tekshirib ko'raman. Xo'p, bu yerda tetris.make board funksiyasini chaqiramiz va bunga board o'zgaruvchisiga tenglashtiramiz. Bizda board o'zgaruvchimiz hozir ikki o'lchamli listga teng bo'ldi va buni konsolga chiqarib ko'ramiz. Buning uchun men chiroyliroq chiqarish uchun for siklidan foydalanaman va print pastki chiziqcha yozaman. Bu pastki chiziqchaga uncha ko'p e'tibor qilmanglar. Men o'zi shunday qilib yozdim. Buni o'rniga o'zi i harfini qo'ysanglar ham bo'ladi, boshqa harfni ham qo'ysanglar bo'ladi. Pastki chiziqcha qo'yganim sababi bu unchalik ahamiyatli narsa emas. O'sha uchun pastki chiziqcha qo'ydim. Ekranga chiqarib ko'ramiz. Ko'rgan bo'lsanglar, mana konsolimga sig'magani uchun shuni tartibsiz holatda chiqdi. Hozir men ekranni kichraytiraman va qaytadan chiqaraman. Ko'rganlaringizdek, bizda ikki o'lchamli listni ekranga chiqardik. Birinchi qatorda 10 ta element bor, 10 ta elementga ega. Ikkinchi qatorda ham 10 ta elementga ega. Va bu nechta qator? 20 ta qator ko'rsatyapti. 20 ta qator chiqadi. Biz hozir mana bu o'zgaruvchimizni yaratdik. Endi keyingi etap biz bu o'zgaruvchilar yordamida main board yordamida ekranga rasmni chizishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kvadratchalarni chizishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun alohida bitta funksiya yaratib olaman. Def draw board desam to'g'riroq bo'ladi va biza board o'zgaruvchisini so'rashimiz kerak. Argumentini, parametrini so'rashimiz kerak. Xo'p, endi har bir bizning boardimiz, ya'ni doskamiz har bitta elementi rangdan iborat bo'lganligi uchun har bitta elementni ustidan yugurib chiqamiz. Ya'ni dehqonchasi aytganda ustidan yugurib chiqamiz desak ham bo'ladi. Ishqilib hamma elementlardan yurib chiqamiz. Hop, buning uchun for siklidan foydalanaman. Row in range board height va for call in range board width. Va biza bu yerda rect funksiyasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Rect funksiyasi bizga kvadratcha chizishga yordam beradi, ya'ni to'rtburchaklar chizishga yordam beradi. Buning uchun pygame.draw.rect desak va birinchisiga biza surface ni berishimiz kerak. Surface bizada bosh oyna, bosh yuza, unga display surface deb ketamiz. Display surface bizdan bosh oynamiz va bu yerda rang berib ketishimiz kerak bo'ladi. Rangga biza board va row, ya'ni bu rowdan foydalanamiz. Keyingi indeksga call deb beramiz. Ya'ni biza rangni oldik. Bu bitta RGB rang hisoblanadi. Mana ko'rib turganlaringizdek konsolga chiqarganmiz. Biz bu yerda hozir bitta mana bu qismini, misol uchun, mana shuni o'rniga qo'yapmiz. Tasavvur qilsanglar, mana shunday xuddi mana shunday qo'yamiz o'rniga. Xo'p, biz buni bunday yozish ma'qullanmaydi. Biz buni Ctrl X bilan olaman. Bu yerda alohida bitta o'zgaruvchiga color nomlab tenglashtiraman va bu yerdan color deb yozsam tushunarliroq bo'ladi. Endi biz bundan keyin kvadratimizni pozitsiyasini va eni, bo'yini belgilab ketishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz qavslarning ichiga birinchisiga x keladi bizada. X ko'paytirilgan cell size ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bu bizani nechanchi kvadratchaga murojaat etayotganimizni bildiradi. Bu esa ko'paytirganimizda bitta kvadratni pozitsiyasini bildiradi. Bu egasini ko'paytirsa bitta x pozitsiyani ko'rsatadi, ya'ni bildiradi. Keyingisi y pozitsiya. Y pozitsiyani olishimiz uchun row ko'paytirilgan cell size qilamiz buni.
va shunday qilib olamiz. Endi bo'yi va enini kiritamiz. Buning uchun biza cell size va cell size, ya'ni bo'yi bilan eni bir xil deymiz. Kvadratcha bo'lsin deymiz. Bo'ldi. Bu ekranga chizadi. Buni endi bu funksiyalarni ishlatib ko'ramiz. Ishlatib ko'rish uchun biza birinchi o'rinda doskamizni yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Doskamizni yaratib olish uchun make board funksiyasini chaqiramiz. Make board funksiyasini chaqirib, bu bizga bitta doska qaytaradi. Doska qaytargan uchun buni bitta o'zgaruvchiga tenglashtiramiz. Buni main board deb qo'yaman. Bu bosh doskamiz bo'ladi. Главный doskamiz. Va biza boardni yaratib olganimizdan keyin boardni chizib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni draw va main board. Ko'rib turganingizdek, bu endi ishlatib ko'ramiz. Ko'rganlaringizda burchakka chizildi. Ya'ni bu tarafdan bu tarafga chizildi. Lekin biz buni o'rtaga chizilishini xohlagandik. Buning uchun bizaga X margin va Y marginlar kerak bo'ladi. Y margin, X margin bilan Y marginni hozir aniqlab olamiz. Buning uchun biz bu yerdan X margin teng ekranimizni o'lchamini, ya'ni enini window widthdan ayiramiz. Board widthni ko'paytirilgandagi cell size ga. Ya'ni bu bitta o'yinni o'lchamini olamiz. Ya'ni bu o'lcham hisoblanadi. Bizda bu o'lchamni olamiz. Biz ekranimizni o'lchamidan ayiryapmiz o'yinni o'lchamini. O'yinni o'lchamini ayirganimizdan keyin bizda qanchadir qism qoladi. O'sha qismni keyin biza 2 ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. O'sha qismni biza keyin 2 ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun men buni oddiygina ikkita bo'lib orqali 2 ga bo'laman. Hop, Y marginimiz uchun ham xuddi shu kabi bo'ladi, faqat bu yerda men Y yozaman, bu yerda height va board height qilishim bilan Y marginimiz ham tayyor bo'ladi. Endi biz funksiyaga o'zgartirish kiritamiz, draw board funksiyamizga. Buning uchun X pozitsiyamizga qo'shamiz X margin va Y marginimizga ham qo'shamiz Y margin. Uzr, Y pozitsiyamizga demoqchi edim. Bo'ldi, yaratildi. Ishga tushirib ko'ramiz dasturni. Ko'rib turganlaringizdek, dasturimiz o'rtaga chiqdi. Ya'ni oynamiz o'rtaga chiqdi. Bu yerda har bitta oyna bitta katakcha hisoblanadi. Bu sizlarga ko'rinmayotgan, bilinmayotgan bo'lishi mumkin. Hozir men sizlarga bitta usulni ko'rsatib, sizlarga ko'rsataman katakcha ekanligini. Hop, biz bu yerda draw funksiyasini yozganmiz va right funksiyasidan ham foydalanyapmiz. Biz bu yerda kelinglar cell size ni kichraytirib ko'ramiz. Bundan ayiramiz 3 ni. Bundan ham ayiraman 3 ni. Ayirgandan keyin orasida bo'shliq qoladi. Ko'rganingizdek, mana 3 ayirganimda bu yerdan 3 ayrildi va joy bo'shliq qolyapti. Ko'rganingizdek, har bittasi katak. Bu 10 ga 20 katak hisoblanadi. Agar video yoqgan bo'lsa, like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Agar qandaydir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Dasturlashda birga o'rganamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.